Ertalab xo'jayinimlar bilan o'rishib arazlab qolgandim. Boya hech nima bo'lmagandek kechki non kabob tayyorlang deb yozib yuboribdilar. Mana sizga non kabob deb ichiga garmdorlarni to'ldirib qo'ydim. Ular umuman achchiq yemaydilar, bu ularga jazo bo'lsin. Nima bo'lganini oxirida ko'rsataman. Uni buni qo'yinglar, shu non kabob retseptini sizlar bilan ham bo'lishib ketaman. Iliq suvga dro'jji, tuz, shakar, o'simlik yog'ini solib aralashtirib olasiz. Elangan unni qo'shib, yumshoqqina qo'lga yopishadigan xamir qorasiz va oshirish uchun yarim soat issiq joyga olib qo'yasiz. Oshib tayyor bo'lgan xamirdan 6 ta non yasab duxovkaga pishirish uchun yuborasiz. Nonimiz pishgunicha kichkina somoncha to'g'ralgan kartoshkalarni qizib turgan yog'da qizartirib qovurib olamiz. Bu non kabobga umuman go'sht pishirib o'tirmay, undan ko'ra Foodmax halol tushunka go'shtlardan 3 ta bankasini ochib, skоворodkada bir ozgina qizarib olsangiz bo'ldi. 20 minutda non kabobimizning noni pishib chiqadi. O'rtasidan kesib, birinchi tushunka go'shtlardan teramiz. Ketidan kartoshka, piyoz, tushunkani suvlardan quyib olsak, bo'ldi, non kabobimiz tayyor. Xo'jayinim kelganlaridan keyin 1 minutga ham bormasdan yarashib oldik. Shuning uchun garmdorlarni olib tashadi. Qizlar, sizlar eringlardan alaminglarni qanaqa olasizlar?